Ushbu uchrashuv so'ngida elchi janoblariga viloyat hokimligining esdalik sovg'alari topshirildi. Shundan so'ng mehmonlar Obod mahalla davlat dasturi asosida Andijon shahrining Yoyilma mahallasida davom etayotgan qurilish, bunyodkorlik ishlari bilan tanishdi. Birinchi komandirovkam Manos qishlog'idan, Obod qishlog'idan boshladim. Eski qishloqni ko'rdim, qanaqa edi, videolari, fotolarini ko'rdim, yangini ko'rdim, osmon bilan yerda. Undan keyin 400 ga yaqin hozir Obod qishloqlar bo'ldi. Bugun shuni yana bittasini mana Andijondan ko'rib o'tiribman. Bu odamlar, insonlar uchun, yashagan odamlar uchun tuzatgan shariat. Buning uchun Prezidentimiz Shavkat Miromonovichga men Qirg'izistonning elchisi qatori Manos qishlog'ida ham aytdim, yana aytmoqman, roziligimni bildiraman. Bu juda katta qon ko'rayotganlik. Bu odamlarda o'ylaganlik, shularning shariatini yaqinlik qilib yashashiga, bunaqa domolab turgan joylarda qarang, Andijondagi har zaman loy bo'lib yotgan joylarga bunaqa obodga aylantirish juda yaxshi narsa. Bitta qishlarimiz qolmasin yomon bo'lgan, loy bo'lgan, hammasi tozalikda yaxshilikda yashashsin. Bu kelajak uchun, yoshlarimiz, gençlarimiz uchun juda yaxshi narsa. Hozir menga yana bir narsasi juda yoqdi, hozir kutubxona bo'lar ekan, lekin bu kutubxona ochiq. Bittasi o'tirmaydi, kim keldi, yozmaydi deydi. Ashiki domoyani kelganlar kitoblarni olib, o'tirib yerda o'qib, tutgandan keyin yopib, ashiki qo'yib qo'yadi. Bu juda yaxshi. Hatto bizning yoshlarimiz internet bilan o'tirib, SMS'lar bilan o'tiribdi. Bundan juda katta aql olish